Xurum kollagendan keldi. 1200 dozada. Skidka narxida 260 ming laktofitlarda pushtisi keldi. Buni 1 oylik qilib ham olsa bo'ladi. Bu ozdiruvchi probiotik dori emas. Lekin bitta buni ichib ozib keta olmaysiz. Albatta dieta qilish kerak. Ya'ni yeb ichishni kamaytirish kerak. Non, shirinlikdan voz kechib, endi voz kechish emas-u, no harakat qilish kerak kam yeyishda, chunki bizda juda ham ko'p non yeymiz. Voy, shuni ochib ko'rsatmoqchi edimda. Mana shu olishgan. Bu hazm qilishda, yeb ichgan ovqatlaringizni hazm qilishga yordam beradi. Probiotik dori emas. Keyin ana bu yog' bo'lib nima qilinadi, organizmda to'planadi. Shunaqalarda parchalaydi, shunga ishlaydi. Ana ichagingizni mikroflorasini yaxshilaydi. Shunaqa xolos. Keyin buni qabziyatga qarshisi ham bor. Mana bu sarig'i. Doktor J kremini qarang, mana bu kichkinasidan. Menimcha bitta ikkita qoldi, 15 ml 55 ming. Bu qora shilliqurtlik kremi. Mana bunisi esa Korolevskiy qora shilliqurt. Shunaqa deb nomi shunaqada. Mana bu shuni ham, mana buni ham zo'r krem ekan deb qayta zakaz qilganlar bordi. Buni ichida mana bunaqa kota kremi bor, 15 ml yonida bunaqa kichkinasi podarkaga. Buni hozir bugun qo'ydim, описание, ya'ni ta'riflari bilan, nimalari bor tarkibida. Alohida olsangiz ham bo'ladi, donaga olsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa pachka olsangiz, yutasiz albatta, 210 ming. Donaga olsangiz 185 ming, kichkinasi 55 ming. Keyin mana bu SPF qarordan keldi, 50 ming. Doktor Sirkolda bu choy daraxtli yog'li kombinirованный yuzlarga yaxshi tushadi, ugurisiga, moyligi borlarga. Keyin mana bunaqa spreydan ham keldi. Bu yoz uchun yaxshi narsa. Bu pushtisi eng nejniy hidligisi. Qanaqadir xushbo'y gullarda hidi keladi. Sochga tanaga sepsa bo'ladigan, me'daga tegmaydigan, anaqa o'tkirmas. Keyin Roundlab'da SPF'ni chiplanib qopti. Bundan keldi. 170 ming, bular 150 ming. Keyin mana bu gidrofilka pyankani rosa ko'p sotgandik. Ikkitasi bittada, mana qayerda ham pyankasi bor, ham gidrofilka nabor. Shundan ham keldi. Xo'p. 180 mingda. Qadar adashmasam. Keyin matовый tonalniy krem so'raganlar uchun Shiglamda bug'doy rangi bu. Oqi ham bo'ladi buni. Уже bittasi sotildi, yana bittasi. Mana udaluvchi matовый effekt beradigan yog'li yuzlar uchun. Keyin mana buni Doktor Jni pilingi eldan kelib, bu katta pilingi. Eng kattasi bu 120 ml. Buni hali narxi bilan endi qo'yaman. Buni bilmayman necha xilini sotilgani. Buni eng kichkinasi bor, 10 ml. Keyin buni qanchaligi bor edi? 30 ml ish qilib, mana shu eng kattasi. Brightening oqartiruvchi pilingi. Buni kattasini narxini chiqarib qo'yaman. Hali qo'yganim yo'q. O'sha bu video chiqquncha qo'yilgan bo'ladi, albatta. CKD SPF kremi keldi, Tone Up'lik. Bu Tone Up degani tonalniy kremdaqa rangida buni. Propolis bor tarkibida. Buni ishlatgan odam tonalniy krem ishlatmay qo'ya oladi. Buni ko'proq quruq va normal yuzlar yaxshi ko'rishadi. Hamma Tone Up SPFlar to'g'risini aytganda quruq normal yuzga ko'proq tushadi. Yog'li yuzga sal yog'lantirgan deb bo'ladi, lekin quruq yuzga o'sha zo'r. Ko'p sotganmiz buni. Mana bu mashhur bo'layotgan Ronos CC kremidan keldi. Zangmi deganini ko'p so'rashadi. Ana shuni o'zi aslida birinchi Ronos chiqqan. Keyin shunaqa Zangmisi chiqqan. Birinchi men Zangmi Xitoydagi deb o'ylaganman. Surishtirsam, u ham koreyskiy ekan, lekin ishonaveringlar, tarkibi bir xil shu bilan. Даже upakovkalari ham bir xil. Mana bu anaqaroq. Nimasi bo'ladi? Ma'lumot ham ko'p internetda bu haqida. Qanaqadir Zangmi anaqaga o'xshaydi. Qanaqadir skrytый bir hali nimasi bo'ladi, shubhaliga o'xshaydi-da, rostdan. Ma'lumot ham yo'q, nima ham yo'q, faqatgina o'zbek ikkita uchta blogerlar yotib olib maqtashgan. Mana buni biz haqiqatdan klientlarga sotib,
yaxshi otziv yozib berishganda, bularga yozib bering demaymiz, o'zlari mana shu menga yoqdi, yengil ekan yuzda, bu nima CC krem, oq rangda bo'ladi-da, surganingizda buni videosi ham bor. Shu model qizga surilganini qo'yganman, 150 ming turadi. Hozir 770 dan kelgan, har xil narxda kelganda, oxiriga kelayotgan narxi 150 ming. Keyin SPF 38 tarkibida bor. Bu degani SPF surmasa ham bo'laveradi degani emas, tagidan bari SPF surish kerak. Oq rangda bo'ladi, teringiz rangiga moslashadi. Hozirda o'sha zangmi bilan 100% strukturasi bir xil. Mana bu BB kremdan keldi. O'tgan safarda gap qoldi. Kamboja BB kremini hozirda shuni ishlataman. Yaxshi. Rangi menga ozgina oshliroq qiladi, chunki men buni bug'doy rangman, to'qroqman. Rasmda oqqa o'xshasam ham, lekin unaqa qoracha emasman, lekin men yuzim oqarishni xohlamayman, ozgina bo'lsa ham. Mana vegan tarkiblik, animal friendly, vegan, hamma narsada korobkalari ham ko'rinib turibdi. Qanaqa veganligini. Bu BB krem skidkada 170 ming, 180 mingdan sotilgan BB krem. Atigi 120 ming. Qaranglar. Mana buni har xil ranglar bor. Sent, bej deb yozilgani bor. Bu o'rtacha rang. Menga sal oqliroq qilgan. Hamma yuzga yaxshi tushadi. Kombinirованный yog'li yuzlarga ham yaxshi tushadi. Ozroq tezoniz mabodo yozda 40 gradusda yaltirab bo'lsa, matvoy pudra, matirishi pudra ishlatsangiz bo'ladi. Keyin Dr. Jini kremdan keldi. Ugrilik yog'li yuzlar uchun mana bu oqartiruvchi kremdan keldi. Men bu tish pastadan rosa oqartiruvchidan so'rashgandim. Bundan yana keldi, Goodell tonerdan keldi. Qosh qalam Golden Rose'dan yumshoqqina yaxshi qosh qalam. Mana qarang, xadavoy ranglari qoraroq, темно-коричневый, темно-серый. Eng xadavoy ranglar bilan balzamlar bilan o'zi bor edi. Ana o'xyu kelib, уже men video qilganimcha o'sha tugadi. Bu уже занят. To'rtta 5ta bor edi. Mana shu video qilganimcha tugab qoldi. Chunki zo'r nabor. Ajinlarga qarshi, zo'r namlantirib beradi. Mana bu terlashga qarshi dezodorant originali. Ulbaksi ham bor. Bemalol original to'g'risida programmalar bor. Buni hozir qiyin emas, boshqa ursangiz chiqadi. Qattiq terlaydiganlar uchun Ekalo shampunindan ham keldi. Buni ham potelkasi bor, ehtiyot bo'lish kerak. Bo'ldi shekilli, ko'p narsa kelmagan, bari shuni ham nimalar kelganini bir obzor qilib beray dedim. Aytmoqchi. Mana bundan ham yerga tashlab qo'yishibdi. Rejurandi 10 ml svirtkasi ajinlarga qarshi pidran, namlantiruvchi. Buni hozir kremi ham bor, adashmasam, toneri ham наличие bor.